So'rab kelyapti. Safarga tayyorgarlik. Qayerda o'tiribdilar? Men pasportimni so'rab qo'yachi. Nima deyapti? Bu chamadonlardan ko'ringlar. Chamadon. Begona chamadon chiqib qopti. Kimnidir chamadoni ilashib qopti bizga. Pulli bo'lsa, rahmat. Ichida 4,5 ming dollar puli bor ekan. Kimniki u? To'rovimizniki. Bo'ldi, hozir aytamiz. Hozir kelaman bo'lsa. So'mkam olib kelib. Ana. Pul egasi topildimi? Hozir aka, sizga ham omonat bor ekan. 4750 dollar kimi pul edi u? Chamadonning ichida chiqdi. Assalomu alaykum. 3-4 tasi men deydi hozir. 3-4 Seriya raqamlarini aytsalaring beramiz. Safarlaring bexatar bo'lsin. Allohga omonatsizlar. Sog' salomat xonadonlaringga, ahli ayollar, oilalaringni bag'riga yetib olinglar. Pasportlarmi sizlarda? Ha, bo'ldi. Sog' salomat xonadonga yetib, oila a'zolaringni bag'riga kulib, do'st dushmanda oldi yuzlaring yorug' bo'lib, qilgan amallaring Allohning o'z dargohida qabul bo'lsin. Hoji bobo bitta duo qiling endi. Men qilgan gunohlarimizni o'zi mahv qilsin. Bundan basha yaxshi amallikchilik qilishni nasib qilsin Alloh hammamizga. Endi ikkimiz o'shatda ko'rishaylik hammamiz. 500 dollarlik duo bo'ldi lekin. Hayır, 500 olmasa ham. Safarlarimiz bexatar bo'lsin. 7 dan biri Xizr dedi. Gunohlarimizni kechirib, yaxshi amallik qilishni nasib qilsin. Yanagi shu kunlarga, yanagi shu oylarga birgalikda katta hojilarga kelish hammamizga nasib ro'za aylasin. Amin.